Mirzali. Adanaliq. Ha, ichga kiraylik. O'zingga chiroyli qishqan qilyapsan Ali. Bu Atmirasi. 50 yillik kinoxonni avtomobil yuvish o'rniga o'zgartib qo'yib, yuragimiz sal siqilgan bo'lsa-mu, ammo amal qancha. Hozir hech kim yozliq kinoxonaga bormaydigan bo'ldi. Davr o'zgardi, hamma narsa o'zgaryapti. Yozliq kinoxona o'zgarmamdi amisa. Qara Ali, men bu yerga sen xabar bermaslik deb qoldim. Agar muhim ishing bo'lsa, men qaytib turib keyin kelsam bo'ladi. Qanday? Yo'q, unda emas aka. Saat 5'te kız arkadaşım gelecek de. Manitada yaptık kendimize ha? İşte. Yeni başlıyor bir şeyler. İyi. O zaman ben biraz daha oturayım. Gelin hanımı da göreyim ya. Ha? Bakın çok sayıda DVD alacağım. Ben müşteriyim. DVD alacağım. Korsan DVD alacağım. Çok alacağım. Kimse yok mu? İdil. Ya vaktin varsa şu raporlara baksaydık. Daha benim üstüm başımı değiştirmem lazım. Maraz'da buluşacağım. Yine mi? Beraber sinemaya gideceğiz. Sinemaya mı? Büyük aşk yaşıyoruz kızım. Bak ya. Onu içeri atmadan bana rahat yok Derya'cığım. Gerekirse ölürüm bu yolda. Onun için beni uyarmaktan vazgeç istersen ha. Bakın çok ciddi söylüyorum. Çok büyük bir müşteri kaybediyorsunuz. Yok. Ziyade olsun kardeşim. Ali, ben İstanbul'a daha yeni döndüm. Belki biliyorsundur. İzmir'deydim 4-5 senedir. Yok, bilmiyordum. Hayırlı olsun yeni görevin abi. Eyvallah. Ali gelir gelmez kulağıma seninle ilgili hiç hoş olmayan dedikodular ulaştı. Ne gibi dedikodular? Ne bileyim. Maraz Ali yanlış işlere bulaştı. Kendine hırsızlık çetesi kurdu. Tüm şehri soyup soğana çeviriyor diyorlar. Her duyduğuna inanma Adanalı. Kaç yıl polislik yaptım. Yüzlerce iti kuyruğundan tutup içeri attım. Dostlar gelip geçiyor tabii. Evet. Düşmanlar da birikiyor biliyorsun. Beni sevmeyen birilerinin hakkımda böyle dedikodular çıkartıyor olmaları da normal tabii. Bak Ali. Biz seninle beraber büyüdük. Beraber top oynadık. Beraber kavga ettik. Beraber düştük, beraber ağladık. Babam ölünce senin anan baktı bana. Yetim kovmadı beni sokaklarda. Senin anan benim anam. Senin bacın bacım olur. Sen de benim kardeşim sayılırsın. Biroq xato yo'lga kirib qoldimikin deb sendan ansirdim Ali. Manqara, agar asli xato yo'lga kirib qolgan bo'lsang, sana oxirgi fursatni beraman. Darhol bu yo'ldan qayt. Qandoq bo'lishini qat'iy nazar, bu ishdan qo'l o'z. Tövbe qilib, odamdek ishlab, halol yasha. Halol yasha. Chunki agar bir kuni bir yerda jinoyat tushib bilan oldimga kelib qolsang, sen hargiz kechirmayman. Qo'llaringga shu qo'ysin solaman.
Unutib olsang, qo'lim qo'y salasan adınalıq. Merhaba. Maşin to'xtab qoldi-ku. Ha, shundaq mashin to'xtab qoldi. Qayta o't oldiram deb. Yo'limizni davomlashtirish uchun shunday qilmay bo'lmaydi-da. Hadi bak. Qani o't oldiring. To'xtab turing. Avval xotdan chiqarib o'tib, andin qo'zg'aysiz. Voy, men xotga selishni doim unutib qolaman. Asta ko'nib qolasiz emasmi? Ha, bo'ldi, hayda. Endi mush yo'l bilan o'tolmangmiz, to'g'rimi? Ha, shundaq tüp-tüz mangsiz. Katta qarasa. Xush kelibsiz. Xush bo'ldi. Keling, o'ltiring. Qarag'anda men biyat vaqtida kelib qolgan o'xshayman. Bo'lmasa men bugun qaytib ketay, boshqa chaqda kelay. Yo'q, dal vaqtida keldingiz. Yavuz akammo qaytmoqchi bo'lib o'tadi. Yo'q, men yana bir stakan choy ichib, ondan qaytaman, Ali. Hozir qaytmayman. Siz nima? Sağ olasın. Ha, nikah qachon bo'ladi? Men halol bo'lsin. Yo'q aka, biz texe yangi tanishdik. Biz odatdagi do'stlardik. Shundaq. Biz odatdagi do'st. Allah, Mirza Ali. Sen tek bayla bana. Tezroq ket Yavuz aka. Birazdan keyin so'yganim keladi. Men o'zimni tuzashtirib olay demedim. Abla, men ishni buzib qo'ydim-ku nima? Hey Ali, bana burnira tap qo'ysang bo'lmasmidi? Ha? Yenge, xafa bo'lma. Lekin xudo haqqi bir-biringlarga shundoq yarashibsizlar. Menimcha bu ish cho'qim xayrli bo'ladi. Cho'qim baxtli bo'laysizlar. Men rost da'votiman. Sizlar atgandli to'y o'zik taqsanglar bo'g'idek. Qarsın cücükleri. Nima kasb bilan shug'ullanasiz? O'qituvchilik qilaman. Boshlang'ich maktabda ishlayman. Yolg'on so'zlayapsiz. Bu o'qituvchilik degan men eng yaxshi ko'radigan kasb. Men bak yaxshi ko'raman bu kasbni. Agar saqchi bo'lmagan bo'lsam, cho'qim o'qituvchi bo'lgan bo'ladi. Shundaq.
Menmi bu kasbni bek yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmaydigan shu bo'lamdi. O'qituvchilik degan muqaddas kasb. Menga bir harf o'rgatgan o'qituvchining 40 yil quli bo'lishga roziman. Albatta, to'g'ri deysiz. Qanamsa? Nima qilamiz? Siz qancha sinflarga dars berasiz? 6-yilliklarga dars beraman. Qaysi maktabni bitirgan edingiz? Aga universitetini bitirgan. Qaysi kasbni bitirgan? Ma'rif kasbini. Qancha yili? 2005-yili. Yaxshi. Darsni yaxshi o'qiysiz. Xudo yomon ko'zlardan saqlag'ay. Bak tirishchan qizgansiz. Bak chiroylikan ali. Bu qiz do'stim bak chiroylikan. Rost deyman. Bak chiroyli qizgan. Baxtli bo'linglar. Rastilla xapolmang. Men bu qatim cho'ng chataq chiqarib qo'ydim. Meningcha shundaq. Ali aka meni o'ltirib o'tadigan bo'ldi-da. Bo'ldi, ansirmang. Men hech ish bo'lmadi-ku. Sizga hech ish bo'lmagani bilan mashinaning orqasi tugashdi. Qaraganda cho'ng ish yo'qdek qiladi. Azroq sir tushib ketgan o'xshaydi shu. Ha shu, so'qilishdan burun tormozga dasib oldim emasmi? Qaltis. Hech bo'lmasa tormozning nada ekanligini bilib olibsiz. Qo'shingiz ochdimi? Bilmayman. Undaq bo'lsa Ayshamgulga telefon qilib so'rab baqayli. Qo'sig'i ichibdimi, ochmabdimi? Qarang o tarafga. Esil bir tomoqxona bor. Kesh bo'lib qoldi emasmi? Xohlasangiz bugungi darsimiz mushagichi bo'lsin. Berib, azroq bir narsa yeb olaylik. Bo'lamdi? Olur diyelim. Hadi gidelim o zaman. Dur. İstersen ben kullanayım ha. Niyeymiş o? Şimdi sen kullanırsan biz oraya böyle mehter takımı gibi 2 ileri bir geri şeklinde varana kadar ikimiz de açlıktan ölebiliriz. Çünkü beni çok kanattın. Çok sevdiğim bir yalandın. Gönül çelen aynı anda utanmadan hem kırıcı hem kırılgan yordun beni gönül çelen biraz gerçek biraz yalan hem yara bandım hem yaram bitsin artık gönül çelen. Undaq bo'lsa men qaytay. Bir juftlarni yolg'iz qo'yay. Ko'rishganimdan intayin xushalman yangi xonim. Men bak hayron qilyapman. Haqiqatan Xudo qo'shgan bir juftlansizlar. Xudoyim baxtli qilgaysizlarni. Men Yovuz akamni uzitib qo'yib kelaman. Ma'qul. Ma'qulamisa, men keyin yana kelaman. Ish qilib bundan keyin davomli Istanbulda bo'laman. Qachon kelishni xohlasan kelavergin aka.
Dediğim gibi Ali. Aklından çıkarma. Her ne alt diyorsan hemen tükür at ağzındaki o zehiri. Uzak dur yanlış yollardan. Normalde üç yanlış bir doğruyu götürür ya. Beni biliyorsun. Ben de tek yanlış bütün doğruları götürür. Ha. Ali, böyle kötü haberi sona saklamışım gibi olacak ama sana bir de üzücü haberim var. Hayırdır abi? Maria öldü. Öldürülmüş yani. Yunanistan'da görevdeyken. Çok... Aka. Köp kaygırıp gitme. Sen mi artık kaygırıp gitme. Rahmetlik senin mi dostun idi? Ha, rast Ali, seni kızım bilen tanıştırıp koyman. Kızın? Senin kızın var mı de? Bilmeymen, işkile bop kaptı. Benim mi haberim yok idi? Endi bildim. Maria'nın meningden kızı var gelemez mi? Acayip de bu hayat. Şundak. Rastlıla acayip. Hoş emese aman boğun. Nerede kaldı bu yük toşğucu? Aka, kiyime sel kiyin kaldı. Kepolamay otudu. Saklavatınız şu. Bir gün tutup kalmaylı. Bu ahırık sopkasın. Hatırlayacağım bulun aka.
Sizga ko'p rahmat. Hech qisi yo'q. Koyutunla meni. Men günahsız. Şu mislerin devlet için sokuşumuz diyelim ha? Etmeyenler. Ali, sizga bir ish bo'lmagandi. Yaxshi. Yavuz akamning gaplarini ko'nglingizga kelib ketmang. O, gap tushunmaydigan, mutassib odam. Bilaman. Biliyor musun? Fark ettim yani öyle enteresan bir adam. Hadi gel. Yürü, kichik kiraylik. Qani, bu yerda o'tiring. Bugun sizni bek avar qildim. Azmaydi o'qiyman. Siz uchun xizmat qilish men uchun sharaf. Men qo'limni bir yuvib kelay, ha? Mashinani daraxtni ajratguncha bek mehnat bo'lib ketdi. Bo'ladi. Hargiz bir yer ketmangchi-mi? Ma'qul, yo'qib ketmayman. Siz degan menga Ali akamning omonati. Bir yer ketsangiz qo'qimanchi-mi? Xo'sh. Mushkamgacha qaltis ketyapsan akajon. Hargiz buzma. Taqdirqonda masala yo'q. Ko'zlaringdagi ifodangmi mukammal. Bu qiz bilan birga aylanishda muvaffaqiyat qozondim. Bundan keyin konu o'yinlarni to'xtatib bir az romantik bo'lishing kerak. Bir mun she'rlardan o'zing bilan so'zlaysan. Havoga ishq piriq tortsan. Ammo sen bir az oshirib etding. Shundoq asta yaqinlash. Bu qiz Mirzalining singlisi. Bu qilganlaring ta'tirga inib, aksiga bu pasarang menga mashina haydashni o'rgataman deb meni damiga tushirdi deb, oxirida aksiga meni chiqib qo'ysa, u chaqda men qandoqmi qilaman? Bo'ldilar. Mana men qaytib keldim. Lekin men o'chak kirib qolgan shimoliy qutb eqidek shunchalik bek ishirqab ketdim. Butun oshxonni yeb o'tishim mumkinmi? Nima? Tez chiqdi? Bu yerda bir tomoq bor ekan. Lekin sizmi cho'qim yaxshi ko'rsiz-ku deyman. Ayşegül. Tez chiqdi?
Bo'ldi. Ha, yiq tutib qopsiz-da. Ma'qul. Men sizga bir suv quyib beray. Bo'ldi. Bir odam kitob o'qib etib o'lib qopti. Nimishqa? Chunki kitob uning beshig'i chiqibdi. Uning beshig'i chiqibdi. Ayşegül. Nima bo'ldi sizga, ha? Turing. Turing. O'tir. Hanım, sizden bir gap so'ray. Bu ko'zining ichidagi nima? Sharab apandim, yerlik usul ishlangan. O'zimiz tayyorlagan. Bak, obdan qipsizlar. Sizlar bu qizga sharab berdinglarmi? Ha, bu xinimdan sharablarimizni tetib baqqansiz deb so'radik. Apandim, hayotimda tunji qatim ishkinimga qaramay. Yana birini qo'yib bersanglar bo'lamdi. Yenice yolları bükülür gider, zülüf ak gerdana dökülür gider. Salomat bo'ling boshko'missar. Salomat bo'ling. Hech qilma apandilar. Ha? Engin qayerda? Ishdan keldimi? Men bu yerda boshko'missarim. Qanday bo'ldi? Tutdinglarmi shu atkasilarni, ha? Yo'q, afsus, tutolmadik boshko'missar. Allah. Nemishqa? Chunki tutqida hech kim qolmabdi. Hammani o'zingiz tutib olibsiz emasmi? Men beka-bekadan u yerda 2-3 soat avara bo'ldim. 2,5 soatda. Odam bormi? Men xaridor, nihoyat ko'p DVD plastinka sotib olaman. Allah, qarama ishni. Ishida 3-4 boda qilayotgandi. Xatoga o'xshayman. Mendan ranjib yurmagansan saqat. Ranjidingmi? Yo'q, boshko'missarim. Bizning burchimiz sizning buyrug'ingizni o'rindash. Shunda aferin sana. Menga endi yaxshi ko'rinishga boshladim. Shu beshingga yelginishlik bir narsani surmagan bo'lsang, 10 numaraga loyiq bo'lar eding. Lekin sen hozir 8-9 ga o'rilding. Hammasi qanoatni savirdim bo'ldi. Menga. Sofya kere. Son kuşum yok. Çocuklar, benimle gelen sarışın bir kız vardı, gördünüz mü? Görmedik başkomiserim. Benimle gelen bir kız vardı, gördün mü? Hayır, görmedim başkomiserim. Ulan. Benimle gelen sarışın bir kız vardı, gördünüz mü? Hayır başkomiserim. Geçmedin buradan. Hayır, geç başkomiserim, geçme. Ya çocuklar, sarışın bir kız vardı hani benimle içeriye giren. Siz gördünüz mü? Görmedik başkomiserim. Ya kimse görmedi mi bu kızı? Buharlaştı mı bu kız? Ne yapacağım ben bu cadıyla ya? Heh. Kızım nerede? Yavrum cevap versenize. Size emanet ettiğim kız nerede? Galiba kaçmış başkomiserim. Galiba kaçmış başkomiserim. He? Burada. Organize şubede. He? Size bunun hesabını sonra soracağım.
Babamı arasana. Gelip beni alsın. Ben çok kötüyüm. Tamam. Sen biraz uyu dinlen. Arayacağım ben babanı. Merak etme. Kusura bakma. Bir telefon edeceğim. Sonra çıkar bir şeyler yeriz. Kız kardeşimi merak ettim de. Akşam üzeri benim bir elemanla direksiyon çalışmaya gittiler. Hala dönmediler. Aklım orada kaldı. Sorun yok. Sen bak işine, hem ben çok aç değilim. Qani. Sizdan o'tinib qolay jinim. O'shani ichivetsiniz o'ng'ishilib qolasiz. Qarang, bek kech bo'lib ketdi. Mirzali shu topda ansirashga boshlagandi. Yana ozroq kechikib qolsak, meni xato tushunib, sizni mazhab qo'yibdi deb o'ylab o'ldirishi mumkin. Mushunaqani teknik qilgan qarang. Akam ekan. Astag'firullah, endi qanday qilaman? Akam ekan. Akilga men so'zlashay. Yaxshimisiz aka? Kech bo'lib ketdi. Neredesizlar? Kech bo'lib ketibdimi? Abla, faqat diqqat qilmabdik emasmi? Biz darsga shu qadar berilib ketibdikki. Bo'ldi, yinib kelinglar. Qarang'uda sho'pirlik dars olmaydi. To'g'ri. Ketken de bu bevaş. Gel bu yakama gayet. Biz tushga yaqin ishimizga chiqdik. Demak, u bizning keyin chiqqan. Undaqda biz 10 kundan keyingi vaqtni tekshirib boqaylik. 10 kundan keyingi vaqt. Baş üstüge başkomisar. Ha? Ana, bu yerdan chiqdi. Qani. Ha? Ana. Biroz keyinga qaytirib. Oxirga tur. Qara. Jo'yn mahkam qara. Rahmat. Bu yerdan chiqib ketibdi. Rahmat birodarlar. Hech qisi yo'q. Nemish qilyapsiz?
naqsh aytayotgan Ayşegülmü? Yo'q, aka, qandaqsiga Ayşegül bo'lsin. Ayşegül sarang bo'lmasa, ko'gal yerda naqsh aytadigan. Bu yerda unalg'a qo'yibdi. Bu ovoz shuningdan chiqyapti. Ayşegül'ün telefonunu bergine. Ayşegül hozir qo'l yuvish uyida. U chiqsalar sizga telefon qilsin. Bo'ldi. Telefon qilmasin bo'ladi. Bu yerga kelgan chig'inlarda advanglarni beraman. Ma'qul aka. Shunda qilsak pek yaxshi bo'ladi. Diqqat qilinglar, Jumo. Bek aldirab ma'manglar. Baş üstüge. Vaycan. O bizning mashina yuvish o'rnimizdagi Timur. Nayt o'ngluq, aqlliq bola. So'zimdan faqatla chiqmaydi. Mendan qo'rqidi. Mirzali meni o'ltiribdi. O'ltirib bo'lib, meni o'shimga keltirib yana o'ltirdi. Qani keling, menga. Hech gap anglamaydi, gap tushunmaydi. Kimni tatib qoldi kitang bu bola? Angin. Baş üstüge baş komiser. Erkek xodimlarimizga darhol xabar qilib, qiyofini tasvirlab yetkaz, uni nadi ko'za, she'r qo'lga olsin, qo'li qo'y salsin, uni ching bog'lasin. Darhol xabar qil. Baş komiserim. Sofiyaning o'rnini aniqlashdan yana oddiy bir usuli bor. Nima u? Uni yon telefoniga telefon qilaylik. Voy, ona nimishqa aqlimiga kelmagandi. Men bir qancha kundan beri bo'lmasa, tayin yo'q narsani yavotiman. Yaxshi o'ylabsan. Menda Rahmat baş komiserim. Sofiyaning yon telefon nomeri. Menda uning nomeri yo'q. Qana qilaman? Ansirman, menda telefon nomeri bor. Yaxshi, yaraysan. Darhol telefon qil. Ablah, o şimdi kalla. Sen de Sofiyanın telefon numara neymiş kılıdı o? Digran neymiş kılıdı o? Onun telefonu... Yo'q, baş komiserim. Biz Saloniklik chaqda aeroplan bilan mang'digan chaqda siz tazliq uyga kirib ketgan. Uning bilan keyin uchrashamiz deb uning nomerini izvaga edim. Prosta o'taman. Sening nomeringni uningda bor, shundaqmi? Bor. Oy, bir salime. Urmay bo'ldi. Duo qil. Beşimde cehemim bor. Bo'lmaydigan bo'lsa seni urib yanchib o'tatdim, qo'mpar. Duo qil. Men aslida o'zim biladigan duolarimni ishimda o'qiyotgan edim. İzle. Uni darhol top. Tez. Baş üstüge. Engin degan kim? Kim bo'ldi? Besib o'tdi. Qandoqsiga besib o'tdi? Yana bir qatim ur. Lekin qandoq urdi buni? Endi tamamen besib o'tdi. Meni sarang qilib qo'yamdi nima bu? Qandoq topaman uni bu cho'ng shahardin? Biroq uni tepishdan yana bir yo'li bor, baş komiserim. Nima? Tez tigila. Biz urgan telefonni qo'yib etgan bilan stansiyaga bir signal avatidi. Biz o signaldan foydalanib, uni o'rnini topa olamiz. Asqatidi. Aferin Angin. Darhol texnik xodimlarimizga yetkaz. Ma'qul. Men bu xeli tushunaman. Ablah. Telefon nomerining ishini unutib qoldi deb o'ylab qolma. Sofiyani avval sog' salomat bir tepkilay. Ondan sening beshingni tamom shundoq ustirib, surkab, qinini chiqarib o'tman. Uqdingmi? Tushundim. Qizimning nomeri darhol telefoningdan o'chirilsin. Uqdingmi? Qanday qilganmiz? Ma'qul. O'chirildi. Yotqa ilingan bo'lsin, darhol o'chirilsin. Bo'lmasa, bak qattiq urib o'taman. Qanday qilib ekanmiz? Bak qattiq urib o'tsiz. U emas, qo'mpa, yana bir ishini davotaman. Unutilsin.
mashinani o arka tarafta to'xtatdik Ayşegül. Siz bo'lmasa bu yerda o'tirib meni saqlab turing, ha? Men mashinani kelay. Metirmay saqla. Bugün hava şundak yaxshi. Onun üstüge maşinimizin üstüme uçuyor. Yolda men kaç o azroq shamol desa asli kelish mumkin. Bizning mashina qayerda akajon? İşini çıktı deb bizga xabar qildi. Men mobillarni evatdim. Mashinani olishga kirib qo'ydim. Ma'qul. Hey aka, bayıltıqı müşahid bir qiz bor edi. U nima ketdi? Mashinasi o'ltirib ketdi. Mashinasi chiqib ketdimi? Ha. Sen nima qilganingni bilamsan aka, ha? Masbab qolgan bir qiz bolaga mashina berdingmi? Men nima bilay, u xon qiz menga topanaqa berdi. Rahmat aytiblar, ketib qoldi, ha? Ketdi? Sen onun kimning sonisi ekanligini bilamsan, ha? Bilmaysan shundaqmi? Bu mototsikl seningmi? Meniki. Endi meni bo'ldi. Ketib ketdi. Bu qiz teğçi qaytib kelmayapti. Onamning oldida xijolat qoldigan bo'ldim. Soat necha bo'ldi? Merhaba kızım. Merhaba hanım. Keçib ketdi. Bu qiz teğçi qaytib kelmayapti. Allah. Bir peshkalchilikka uchrab qolmasa bo'ladi. Hozir men ana. Texi bayala telefonda ko'rishdik. Timur bilan birga tomoq yeyotibdi. Birozdan keyin qaytib keladi. Shukr Allah. Ali, turibli nereden chiqadinglar bu prava oladigan ishni? O'zi prava olaman deb chantirib oldi ana. Sen bir qo'pol aka. Senlar nima desa qilib beraverma. Öygün para ve ip kalsa Sinan'dan maşın soraydı bu kız. Ondaq bo'lmaydi ana. Avval ishlasin, o'zining puliga olsin. Mening qanday japoda pul tepib atganimni bilasan ku ana. Ayıpki buyurman kızım. Sizni bu kechida bearam qilib qo'ydik. Hech qisi yo'q xonim. Aslida xaridalarning oldida bunday shaxsiy ishlarni tortishish faqat to'g'ri emas. Lekin qanday qilamiz? Ani yürüki bu 3 yaşta bo'lsa-mu, 33 yaşta bo'lsa-mu, her zaman bala emasmi, ha balam? Rastaysiz xonim. Lekin men xaridor emas. Siz xaridor emasmi? Emas. Amsa kim bo'lsiz? Onun ismi İdil. Mening qiz do'stim ana. Bu ishqila. Bu qizma. Oy. Oy Arslan oğlum. Meni hajatni xush qilding-ku, ha? Maşallah. Maşallah. Tangriga shukr bolam. Tezroq bo'lsanglar-chi. Qo'linglarni yana ishtiroq qilinglar. Baldırak deb biringlar shu qizning o'rnini. Hozirla stansiya bilan aloqalashdik bosh komissarim. Javobning kelishi uchun bir necha minut saqlashimiz kerak.
Başkomisarim, Sofya'nın kıyafet tasvirini bütün kadınlar yetkizdik. Aferin, aferin. Afsus, bu nomorning o'rnini atdan ilgari aniqlashimiz mumkin bo'lmaydigandek qiladi boshkomissar. Atdan ilgari mi? Chunki bu nomor Gretsiya xabarlash shirkatiga tava. Faqat ati Gretsiyada ushur vaqti boshlangandan keyin ondan bu talabni o'rlay olamiz. Atiga saqlayamaymiz qarindishim, kichikgina bir qiz Istanbulning ko'chalarida yolg'iz yuribdi. Buyur gel. Maşallah. Ali, bu kız heliqi maşinaga soqilib ketgan qiz şumu balam? Shunda xonim, men yo'ldan o'tib ketayotgan edim. O'g'lingiz oldi qarab mangmay meni so'qivatdi. Ondan men yiqilib tushdim shu. Ali, bu nima degan ayib? Mashina haydaganda oldinga qarsam bo'lmamdi balam. Shundaq, u mashina deganda oldi qarab haydamaydi ekan. Men mo o'z yo'limda ketyapatdim ana. Men o'g'limning o'rnida o'zra aytman qizim. Bu bola dadasini sal tatib qolgan. Dadasi shundoq beparvo edi. Qaram edi. Qo'liga nima olsa sundirib yetadi. Ondaqda rastla dadasini tatib qapti. Lekin buni hisobga olmaganda Guhardak bola bu. O'zimning bolasini maqtaganim emas. Qo'shnimning o'g'li bo'lgan bo'lsa-mu, shunchalik yaxshi ko'ratdim uni. Avlodim mening. Qanday qilamiz angin? İstanbuldan odam izlamak, dengizdan shingni izlagandek bir ish. Qayerdan topaman bu qizni? Asta. Şöbedar merkezge biraz ilgari yetkizilgan qiyofat tasvirga uyg'unlashadigan bir qizni bayqadim. Tamam. Davomlashtir birodar, anglayapmiz. Davomlashtir. Qizning qiyofati 16-17 yoshlarda, seriq sochli, bug'doy o'nglik, ochiq qahvarang ko'zlik. Tamam. To'g'ri, qizning o'rnini menga bildiringlar. Tamam. Kemerburgazda, kemerlarning ostida. Tamam. Kemerburgazdami? Bexatarlik to'saqlarini o'rlashtirdik. Tekshiruvchilar kamigacha hech kimni jasadga yaqinlashtirmaymiz. Tamam. Nima jasad? Nimadan deb yursan? Mahkumlarning jasadi haqida gap qilyapsan, xumpar. Qiyofati tasvirlangan qizning jasadi. O avval zo'rliq o'chirgan, ondan o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Yeniden kimligi chiqmadi. Urug' tuqqanlar bilan aloqa qilishga tirishyapmiz. Tamam. Ayşegül, neymiş kılatsız? To'xta. Men neymiş qildim? Ayşegül, bo'ldi, darhol o'ng tarafda to'xta. Bo'lmaydi, hargiz bo'lmaydi. Ayşegül! Qo'lingga tetganmisan, bolam? Avar qildim. Sansu. Ali, uzundan beri sizin gapingizni qilyapti qizim. Tanishish bugun nisb bo'lgan o'xshaydi. Shundoq bo'ldi, xonim.
senden. Ayşegül, derhal on tarafı to'xtang. Sizga bo'lmaydi dedim bu. Nima? Bo'lmaydi degan qanday gap bu? Qarab turing, bu qatim men haydayman. Nima? Men qarab. Ayşegül, to'g'ri qarang qolsanman, to'xtang. Meni yetishlamsiz? Ayşegül, men sizni to'xtar deyapman. To'xtang. Ali sizni boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qiladi degan edi. Shunda xonim. Maşallah, maşallah. Atanız salametmi? Shunda ular yaxshi. Allah uzun ömürler bersin, inşallah. Hazır qayerda? Ular İzmirda. İzmir bo'lsa yiroqkan bu. Nima uzoqkan ana? Elchilik uchinchi raqam emasmi? Maşin juyish o'rni. Yo'qolsin sendek. Başını yo'g'ichi Ali. Kimsan? Nereden uryapsan? Cehennemden uryapman. Cehennemden. Ağzımdan imandaq tez unutup qaldın Ali. Tehi 40 qımma toşmağan toğa. Allah alamağan canını sen alalan de. Ben ondak aldırıp ölmeymen. Olup mu senin kolunda? Şu okutmez kiyimli icat kıgallarını Allah cennetüle mükafatlısın. İnşallah rahmet olağa. Bu tarafta mı? Bu tarafta başkomiserim. Be. Görmeyince
dağlar olmasaydı, laleleri solmasaydı, ölüm Allah'ın emride, şu ayrılık olmasaydı. Anlavatım ben. Nima qilmoqchisan? Bu yerda sening bir yaqin odaming bor. Bu yerdan ketinglar. Meni birdan yolg'iz qo'yinglar. Agar 5 minut ichida Rimini xonamga kelmasang, kechikkan chorak minut uchun sening odamingning bir barmog'ini uzib tashlayman. Vaqt sanash boshlandi ali. Aldira, barmoqlari bo'lmagan bir odam sening hech qanday qishingga yordamlashamaydi. Nim bo'ldi o'g'lim? Yomon xabar bormi? Yo'q. Hech yo'q ana. Nim bo'ldi bola? Nega mangding? Kechda Eda bilan sirtqa chiqimiz emasmi? Şoňa üstü beşimni almashtirib olay degan edim. Sizlar o'ltirib turinglar. Men hozirla qaytib kelaman. Ma'qul, sen berib xotirjam tayyorlik qil. Biz bu yerda kelin, qinana chiroyli suhbatlashimiz bolam. Ko'rdingizmi qizim? Buni menga Alloh so'zlatdi. Hozir nima dars beryapsiz? Efendim, kızım benim boldu. Gülüm deymen. Boldu. Beni ötküzüydü Allah. Ben kızımı görüm olay. Kızım benim boldu. Efendi. Benim kızım. Kızım benim boldu. Ödenip kolay. Uyak bağına paylısı yok. Boldu. Kızım benim boldu. Uyak bağına. Kızım. Man kızım gerek. Man kızım gerek. Kızım. Kızım bu yerden neymiş kılıdı? Benim kızım bu yerden neymiş kılıdı? Kızım bu yerden neymiş kılıdı? Kızım burnunu dur. Öykü gitmez kızım. Kızım benim oldu. Ne o neymiş bu yerden yatıdı? Neymiş dadısının gebine ağlamaydı? Kızım. Buni men bilmayman, birodar. Men bu savolning javobini hech bilmayman. Dunyo qachondan boshlab bundoq askirib ketdi? Biz qachondan boshlab bundoq askirib ketdik? Buni men bilmayman, qardosh. Qayg'urma.
Kızım. Kızım. Canım kızım. Boldu qil qarindosh. Kızım. Kızım. O'zini tutib ol qarindosh. Sabr qil. Qanday qilamiz? Cehennemindeyim, hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış, yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes yer altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de, herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerifsizlerle uğraşıp şaşırmış her laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benimle bu kadar iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Ali. Biz yana ko'rishdik Marazali. Biroq bundaq tez qolsam, o'yinning toza qizig'i olmaydigandek. O'yinning qizig'ini ko'rishni xohlamsan, Ali. Sen uchun texmi echinarlik, texmi azoblik, texmi qiziqarli bir o'yinni o'ylashyapman. Bu kaltakning xili to'g'ri va'da qiladi. Deyib kelsa. Bir yil shunday. Odat bo'yicha so'rab baqay. Biri oyo'q. Ba. Qulog'im senda. Sal turib o'yningni uzib etgan chog'da. Eng oxirgi qatim nafas ilayotgan chog'imda. Ko'zlarimning ichiga qarashingni umid qilaman, Ismoil. Bu sening jahannamga borgan chog'ingda meni eslab turishing uchun. Sen shu chog'da orom topsan. Undaq bosib baqayli.
Oğlum Ali'nin altındaki yürgü bak kızım. Nait aktı. Hatta çömeligim o. Benim aramda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Benimle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Balılık çağda azırak kepsiz idi. Şundak, anca munca eynek beynek digelerni çıkıp koyattı. Lekin çoğun boğanç düzeldi, eğir bir sık boldu. Benim kezan altında pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım. Dostum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Dönüp kavga etmek istemez bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir. Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım yaklaş bana. Polis de eskiden çok seviyordu polisliği de. Sonradan hakkını yediler yavrumun. Öyle yalandan bir suçlamayla çıkardılar işten. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. O günden sonra biraz hayata küstü. Kendini kapadı yavrum. Sadece işini gücünü düşünür oldu. Umarım sen onu yeniden hayata döndürürsün kızım. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış ordular da saf almış. Sanki herkesten altında pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Dönüp kavga etmek istemez bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp Beyinsizlerle sohbetler gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir. Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında. Odamlarimizning xabari yo'qmi? Xabari yo'q başkomisarim. Sofiya atigan mening to'g'ri tunishib qolgan do'stlarim bada o'tadi. Ularning kimligini bilamasmizmi? Cho'qim shularning qashida bo'lsa kerak. Qanday qilamiz? Kompyuter bo'lmasa topolmaymiz başkomisarim. Yura angin, sarigacha har bir to'shib kirib chiqamiz. Sofiya tepilganga qadar bizga uyqu degan harom. Yurma. Baş ustiga başkomisarim. Kıran. Naiti bearam bo'lgan holda so'zlashga majburman. İstanbuldan yomon xabar keldi xonim. Nim bo'pti? Biraz ilgari İstanbuldagi butun saqchilarga Sofiyaning qiyofati xabar qilinibdi. Menimcha ya yo'qolib ketdi yoki ili qochib ketdi.
o'rnini topdinglarmi? Ha, bolapkısidagi maxfiy iz qo'g'lig'ishdan aniqladik. Qandaq qilamiz, xonim? Sofiyaning o'rnini İstanbul saqchilariga ma'lum qilamdik, qandaq? Hayatmikan. Nəhayət əfsus. Hazırca biz bunu bilməyimiz. Tezroq bo'l. Darhol amal tepib qizimni qutqazgin. Lekin xonim, deganimdek qil. Bosh ustiga xonim. Qizimning hayoti xavf uchirishi mumkin. Tezroq bo'linglar. Bo'linglar tez. Şapkatlik Allah. Qizimni o'z panohida saqlag'aysan. Merkez bütün ekipler. Süratni tezlashgan. Mayni tap. Mayni bos. Bos. Ayşe güllemi geldi. Allah sana şükürler olsun. Neymiş oldu? Sırt çıkıpsız bu. Ayşegül geldi. Bu qandaq gap? O yalğız edip geldi o. Aka, ben qaytib geldim. Ben daim may bilen tormozunun ornunu almıştırıp koydu ekanman. Başkomiserim, müşe şu. Lekin oyunun numarını bilmeyimiz başkomiserim. Bölünüp izleydi, sen uyak qara. Ayşegül, arak içtin mi? Muşinçilik. Arak içip maşina edip yurdun mu? Temir qani? Ana, qaytib keldi. Biz musotlashgan edik. Ben tutib oldim. Qo'y, hikayat. Men sana Ayşegül'ni amanet demedim mi? Ha?
Sofya! Nima ishonch bor? Biz saqchi hamma. Shu topda bu yerda Sofya ismli bir kichik qiz bormi? Nima? Ey, ko'rma hamma. Qarab yiqishimiz kerak. Ey, ko'rma tag'a. Sinsin. Tamqingizni yavering. Nima qilsizlar? Kechiringlar, xayrli bo'lsin. Kechiringlar. Biz bir qizni izlab keldik. Ma'qul bo'lam. Benimle dalga mı geçiyorsun lan? Yok abi yok. Ne dalga geçmesi haşa. Ayşegül'ün o arabanın direksiyonunda ne işi var oğlum? Hem de tek başına. Hem de sarhoş. Sana lan. Abi aslında tam olarak sarhoş sayılmaz bak. Daha çok çakır keyif gibi. Ne? Abi. Nerede lan kız? Kız nerede? İçeride. Yürü. İçeri bak. Sofya nerede kızım? Sofya kim? Sofya nerede oğlum? Abi ben Sofya diye birini tanımıyorum. Tanımıyor musun? Sofya sizin arkadaşınız değil mi? Yo. Ulan yarı Türk, yarı Yunanlı. Hani internette? He? Hayır. O zaman kusura bakma koçum. Rahatsızlık verdik. Önemli değil. Ata-onaning bu yerligini xabari bormi yo'q? Albatta. Men bo'ldi. Ha? U qizni tanimsan? Ha? Yaxshi. Sana qarab turman, ha? Sana diqqat qilaman. Aka nima ish qilyapsan? Sening shu. Sening jazoying bu emas. Bu faqat boshlanishi. Seni urushdan ilgari ozroq tayyorlik qilyapman. Yaxshiroq yo'mishlar. Aka nima ish qilyapsan? Obdan qabul qilasan. Unda qilma. Suda so'q aka. Aka. Bo'ldi qil aka. Suda so'qqa bak to'nglab ketdim. Aka men sana bir gap qilay. Aka bo'ldi qilsamchi. Bo'ldi qil aka. Bak to'nglab ketdi. Bo'ldi qil. So'qsin. Nima dedi? Bo'ldi qilsamchi aka. Bo'ldi. Meni kechirgin. Puli jo'rima. Aka, bo'ldi qil. Voycan, sovuqdan zukamlab o'lib ham bo'ldim-da. Endi qanday qilaman? Aka, jinim aka, men seni o'zini qolay. Unda hamma. Nima deyapti sovuq? Voycan. Aka, bo'ldi qil. Aka, unda hamma. Men seni o'zini qolay. Jinim aka, bo'ldi qil. Endi bo'ldi qilgin. Qizning oldida sat emasmi? Bu nima qilganing? Düşünecek sonra. Abi bitti mi benim ceza? Hayır. Sadece ertelendi. Yürü git kurulan şimdi. Üstünü değiştir. Baş üstüne abi. Anne sen de al Ayşegül'ü eve götür, yatır hemen. Sabah ayılsın, onun cezasını sabah keseceğim ben. Tamam. Yürü. Nereye? Eve. Ayakta duramıyorsun. Dur. Kızım, çok memnun oldum. Ben de efendim. Bak sık uğra olur mu? Burası artık senin evin sayılır. Çok teşekkür ederim efendim. Anne bu kız abimin manitası olan kız. Yürü kızım, yürü. Bana bak, sen önce bir ayıl, sonra anlatacağım ben sana her şeyi. Ama bu kız çok güzelmiş ya. Abicim tebrikler. Süper seçim. Yürü.
Kızım, annene babana çok selamlar. Ah, yakında inşallah onlarla da tanışırız. İnşallah efendim. Anne hadi ama. Tamam, gidiyorum. Hadi güzel kızım, hoşça kal. Kusura bakma. Önemli değil. Sinemaya gitmiyor muyuz? Gidiyoruz tabii. Ali, Agar bak herib ketgan bo'lsangiz, kino ko'rishni kechiktirsak mi bo'ladi? Yo'q, men yaxshi. Azroq yo'l bo'lib ketdim. Kiyimimni almashtirib olay. Hozirda kelaman. Ma'qul. Saqlab turing. Sofya! Bo'ldi. Bo'ldi. O'zingni besib ol. Besib ol. Yo'q, yetmedi. Meni mas'ulga zo'rlik qilmoqchi bo'ldi. O'zimni aramda qutqizib oldim desam. Bo'ldi. Bu yoqqa. O'zing nima qilding? Meni mas qilib qo'yib, men zo'rlik qilmoqchi bo'ldi. Nima? O'zimni aramda qutqizib oldim dada. Bu nomussiz iflos. Hech qisi yo'q. Men ishini men qasddan qilmadim. Bilaman, chataq yo'q. Rahmat. Arzimaydi. Men sizga rahmat aytaman. Neymiş başkomiserim? Sofya'nı elip bu yana çıkıp gitti. Baş üstüge başkomiserim. Bu yana kalsın. Baş üstüge başkomiserim. Poyzinin açmışlarını bana be. Bu yana çıkıp gidin. Derhal gidin. Baş üstüge. Yürün Sofya.
Aybga buyurmang bosh komissarim. Sizga bir ishni desam, hurmatsizlik bo'lib qolarmi? Biz degan soqchi. Biz bu odamni ursak, sizningcha to'g'ri bo'ladimi? Şerefsizni bir saqchilik salohiyati bilan emas, dadiliq salohiyati bilan uraman. Chiqib ketdi. Bosh ustiga.